Toyota Hilux GR Sport bor yo'g'i 50 ming AQSh dollari. Jeep Wrangler Rubicon bor yo'g'i 50 ming AQSh dollari. Ford Bronco o'rtacha bor yo'g'i 60 ming AQSh dollari. Toyota 4Runner bor yo'g'i 73 ming AQSh dollari. Hilux GR Sport 4 litrli atmosferli V shaklidagi 6 silindr 235 ot kuchi 376 Newton metrda. Wrangler Rubiconda esa 3.6 litrli V shaklidagi 6 silindrli 285 ot kuchi 353 Newton metrda. Ford Broncoda esa 2.7 litrli twin turbo V shaklidagi 6 silindr 330 ot kuchi 563 Newton metrda. 4Runnerda esa 2.4 litrli turbinli dvigatel 4 silindrga 326 ot kuchi 630 Newton metrda. Agar sizga imkoniyat berilganda qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Va eslatib o'tamiz, o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan inomarkalarning kunlik narxi, batafsil ma'lumoti, rasmlari bilan eksklyuzivniy Telegram kanalimizda yoritib boramiz. Havola profilning yuqori qismida.